Sun'iy idrokdan fatvo so'rash hukmi. Savol: Shariat masalalari bo'yicha sun'iy idrok ilovalariga murojaat qilishim, ulardan fatvolar olishim va ular bergan hukmlarga tayanishim joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Sun'iy idrok aslida ruxsat etilgan muboh vosita bo'lsa-da, undan fatvo so'rash yoki diniy masalalarda uning javoblariga tayanish joiz emas. Buning sababi unda fatvo chiqarish uchun zarur bo'lgan qobiliyat, dinni fahmlash, voqelikni tushunish va boshqa muhim shartlar mavjud emas. Uning javoblari majhullik yoki xatolik ehtimoli bo'lgan ma'lumotlardan avtomatik tarzda shakllantiriladi va ba'zan noxolislikni o'z ichiga olishi mumkin. Shuningdek, u odamlar o'rtasidagi fatvoga ta'sir ko'rsatuvchi zarur farqlarni, masalan, fatvo so'rovchining shaxsiy va ijtimoiy holatini, so'ralayotgan zamon va makonni hamda shart-sharoitlarni e'tiborga olmaydi. Biroq, tadqiqotchi olimlar va talabalar material to'plash yoki voqelikni anglash uchun undan foydalanishlari mumkin, unda keltirilgan manbalarni qayta tekshirish sharti bilan. Oddiy kishilar sun'iy idrok bergan fatvoga amal qilishlari esa halol emas. Aksincha, shar'iy masalalarni ishonchli ulamolardan so'rashlari lozim. Endi batafsil javobga o'tamiz. Alloh taologa hamd va sanolar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Ammo ba'd, birinchi bo'lib fatvo so'zining kelib chiqishi va qo'llanishini bilib olsak. Fatvo kalimasi o'zbek tili izohli lug'atida shariat dalillari va qonun qoidalari asosida olimlar tomonidan biror diniy, huquqiy, siyosiy hamda ijtimoiy masala yuzasidan chiqariladigan hukm, qaror, izoh yoki biror ishning shariat nuqtai nazaridan amalga oshirish hukmi haqidagi ko'rsatmani anglatadi. Arab tilida istifto kalimasi fatvo so'rashni, muftiy kalimasi esa fatvo beruvchi degan ma'noni anglatadi. Garchi bizning diyorlarda muftiy ma'lum bir mansabga nisbatan qo'llanilsa-da, arab tilida fatvo beruvchi har qanday shaxs muftiy, fatvo so'rovchi shaxs esa mustafti deb ataladi. Olimning shariat hukmini bayon qilishi esa fatvo berish sanaladi. Mardoviy aytadi, muftiy shar'iy hukmni tushuntiruvchi va odamlarga uni majburlamasdan yetkazuvchi. Qozi esa hukmni tushuntiruvchi va uni ijro etuvchidir. Insof kitobi 28-mujallad 314-bet. Endi sun'iy idrok atamasining ta'rifiga to'xtalamiz. Sun'iy idrokning, ya'ni xalq orasida mashhur bo'lgan sun'iy intellektning asl mohiyati Arabistonning ma'lumotlar va sun'iy idrok agentligi SDAIA tomonidan quyidagicha ta'riflangan. Ma'lumotlarni to'plash va ulardan foydalanib, kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan hodisalarni bashorat qilish, tavsiyalar berish yoki turli darajada avtomatlashtirilgan qarorlarni qabul qilish hamda ma'lum maqsadlarga erishish uchun eng maqbul usul va yo'llarni tanlash qobiliyatiga ega bo'lgan texnologiyalarni qo'llovchi tizimlardir. Sun'iy idrok yoki sun'iy intellekt ko'plab ilmiy, insoniy va shar'iy sohalarda foydali bo'lgan zamonaviy vositalardan biridir. U islom shariatiga muvofiq ishlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan boshqa muboh, ya'ni ruxsat etilgan vositalar sarasidandir. Chunki narsalarning asl hukmi mubohligidir. Shariat insonlarga diniy va dunyoviy ishlarda foyda keltirish, foydani ko'paytirish hamda zararlarni bartaraf etish va zararni kamaytirish uchun Alloh tarafidan nozil qilingandir. Shariat insonlarni diniy va dunyoviy manfaatlarini ro'yobga chiqarishdan to'smaydi, balki dunyo va oxiratda ularga zarar yetkazadigan ishlardan qaytaradi. Shunga asosan, sun'iy idrokdan harom ishlarni o'z ichiga olgan faoliyatda boshqalarga zarar yetkazishda, buzg'unchilikni tarqatishda, odamlarni aldash va chalg'itishda foydalanish man etiladi. Shuningdek, uni noto'g'ri ma'lumotlar bilan to'ldirish va foydalanuvchilarni zalolatga boshlashga o'rgatish ham joiz emas. Bundan tashqari, ko'plab tadqiqotchilar sun'iy idrokka haddan ziyod bog'lanib qolmaslik va uni ko'plab ijtimoiy munosabatlarda inson o'rnini egallashiga yo'l qo'ymaslik kerakligini ta'kidlashgan.
Chunki bu uzoq muddatda jiddiy muammolar va fitna fasodlarga sabab bo'lishi mumkin. Sun'iy idrok yordamida fatvo berish, uning bazasiga diniy ma'lumotlarni kiritish va ularni kompyuter texnologiyalari orqali o'rgatish yo'li bilan amalga oshiriladi. Bu ma'lumotlar turli bilim sohalaridagi mavzular bo'yicha turli manbalardan va turli aniqlik darajasida to'planib, katta hajmdagi ma'lumotlar bazasi tuziladi. So'ngra javoblarni shakllantirish jarayoni murakkab algoritm va dasturlar asosida amalga oshiriladi. Javoblar ma'lum ilovalarga yuborilgan savollarga mos ravishda ushbu ma'lumotlar bazasidan shakllantiriladi. Endi esa fatvoning ahamiyatiga to'xtalamiz. Islomda fatvo chiqarish nihoyatda jiddiy masala ekanligi ayon. Chunki bu Alloh nomidan imzo chekish, uning hukmlarini bandalariga tushuntirish va voqelikka ushbu hukmlarni tatbiq etishdir. Bu ulug' vazifani faqat o'zida bir qator fazilatlarni mujassamlashtirgan va fatvo berish shartlarini bajargan, bu ulkan mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, bu muhim o'rinni egallashga qodir bo'lgan insongina amalga oshira oladi. Bu shartlar quyidagilardir. Birinchisi, muftiyning musulmon bo'lmog'i. Ikkinchisi, balog'at yoshiga yetishi. Uchinchisi, sog'lom aqlga ega bo'lish. To'rtinchisi, adolat va go'zal axloq sohibi bo'lish. Beshinchisi, shar'iy bilimlarni chuqur egallash. Oltinchisi, faqih, dinni fahmlovchi zukko bo'lish. Yettinchisi, hukmlardan xulosa chiqarish qobiliyati. Sakkizinchisi, voqelikni anglay oladigan bo'lish va boshqa shartlardan iborat. Imom Shofiy rahimahulloh shunday deydi: Allohning dinida hech kim fatvo berishga haqli emas, faqat Allohning kitobini, uning nosih va mansux, ya'ni joriy qilingan yangi hukmlar va hukmi bekor bo'lgan oyatlarini, muhkam, aniq bir ma'noli va mutashobih, ya'ni mafhum joylarini, oyatning tafsiri va nozil bo'lish sababini, makki yo madaniyligi, oyatdan maqsad va nima uchun nozil bo'lganini bilgan kishilargina fatvo berishi mumkin. Bundan tashqari, ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini puxta bilishlari, nosix va mansux qismlarini anglashlari, hadisni Qur'onni tushunganlari kabi tushunishlari, arab tilini mukammal bilishlari, arab she'riyatidan xabardor bo'lishlari va undan shar'iy ilmlar hamda Qur'on uchun zarur bo'lgan narsalarni bilishlari lozim. Shu bilan birga, fatvo beruvchilar insofli, adolatli va kamgap bo'lishlari kerak. Shuningdek, ahlul amsor, ya'ni Makka, Madina, Basra, Kufa, Bag'dod, Shom va Misrda yashab o'tgan tobiin va atba tobiinlardan iborat mujtahid imomlar o'rtasidagi ixtiloflarni bilishlari va zakovatli bo'lishlari zarur. Agar kishi shu mezonlarga javob bersa, halol va harom haqida gapirishi, fatvo berishi joiz bo'ladi. Agar ushbu mezonlarga javob bermasa, ilmiy masalalarda so'zlashi va fatvo berishi joiz emas. Xatib Bag'dodiyning Al-Faqih val Mutafaqqih kitobi 2-mujallad 331-bet. Ibn Qayyim rahimahulloh o'zining I'lamul Muwaqqi'in ar-Robbil alamin, olamlar Rabbisi nomidan imzo chekuvchilar nomli kitobida shunday deydi: Muftiy va qozi ikki narsani tushunmasa, to'g'ri fatvo va adolatli hukm chiqara olmaydi. Birinchisi, ular haqiqiy vaziyatni chuqur anglab, bu haqda batafsil ma'lumotga ega bo'lishlari lozim. Aslida nima sodir bo'lganini aniqlay olish uchun qarinalar, ya'ni shart-sharoitlar, kuzatuv natijasida olingan ma'lumotlar, belgilar va ko'rsatmalarni tahlil qilishlari kerak. Shunday qilib, u haqida to'liq bilimga ega bo'ladi. Ikkinchisi, ular ushbu masalada nima qilish kerakligini tushunishlari lozim. Bu Alloh taolo o'zining kitobida yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarida keltirilgan va ushbu masalaga mos keladigan hukmni anglab, uni to'g'ri qo'llay olish va birini boshqasiga tatbiq etishdir. Kimki bu yo'lda astoydil harakat qilsa va bor kuchini sarflasa, unga albatta 2 yoki 1 savob beriladi. Olim bir masalaning mohiyatini to'liq tushunib, uni chuqur o'rganish orqali Alloh va uning rasuli hukmini aniqlay oladigan kishidir. Kim bundan boshqa yo'lni tanlasa, odamlarning huquqlariga tajovuz qilgan bo'ladi va
buni Alloh o'z rasuli sallallohu alayhi va sallam orqali yuborgan shariatga nohaq bog'lagan sanaladi. I'lamul muwaqqi'in 1-mujallad 189-bet. Ko'rinib turibdiki, bu shartlarni ilg'or texnologiyalar va sun'iy idrokning buyuk yutuqlari orqali ham amalga oshirib bo'lmaydi. Shu bois, fatvo masalasida sun'iy idrokka ishonish yoki undan fatvo so'rash uchun shar'iy asos yo'q. Aksincha, Alloh taoloning quyidagi oyatiga amal qilish darkor. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmaydigan bo'lsangizlar, ahli ilmlardan so'ranglar. Nahl surasi 43-oyat. Yuqorida aytib o'tilganidek, fatvo masalasida ilm, tajriba va taqvo egalariga murojaat qilish lozim. Agar biror kishida shar'iy hukm talab qiladigan voqea yuz bersa va ilm ahlidan fatvo so'rash vojib bo'lib qolsa, haqligiga ishonchi komil bo'lmagan kishidan so'rash bilan uning zimmasidagi farz ado bo'lmaydi. Maslahat so'ralayotgan kishi muftiylik shartlariga javob beradigan ilmli zotlardan bo'lishi shart. Shu o'rinda sun'iy idrok va fatvo saytlari orasidagi farqlarni bayon qilib o'tish lozim. Bu saytlarda fatvo beruvchilar xoh muftiy muayyan olim bo'lsin, xoh bir guruh tadqiqotchilar bo'lsin, haqiqiy insonlardir. Saytning vazifasi esa faqatgina ushbu fatvolarni uni chiqargan tarafga nisbatan tarqatishdan iborat. Agar fatvo chiqaruvchi ishonchli bo'lsa yoki javob bergan olim o'zining ilmi va adolati bilan tanilgan bo'lsa, fatvo savolning mazmuniga mos kelsa va fatvodagi holat bilan so'rovchining holati o'rtasida sezilarli farq bo'lmasa, bunday fatvoga amal qilish mumkin. Sun'iy idrok esa aksincha odamlarga taqlid qilishga intilib, elektron fazoda yuklangan ma'lumotlar va u topa oladigan axborotlarga asoslanib, o'z-o'zidan javoblar yaratishga va fatvolar tuzishga harakat qiladi. U matematik, statistik tarzda ishlaydigan texnik dasturlar va jarayonlardan foydalanadi. Bunda ma'lumotlarning to'qnashuvi va ko'payishi o'z ta'sirini ko'rsatadi. Sun'iy idrok olimlar qo'llaydigan mantiqiy usullar yoki mulohaza yuritish bosqichlaridan foydalanmaydi. Keling, endi sun'iy idrok fatvo bera olmasligining asosiy sabablariga to'xtalib o'tamiz. Sun'iy idrokning fatvo berishdagi muammolari va kamchiliklari ko'plab sabablarga bog'liq bo'lib, ularning eng muhimlari quyidagilardir. Birinchi sabab ma'lumot manbasining noaniqligi natijaning ishonchsizligini keltirib chiqaradi. Chunki sun'iy idrok faqat unga oldindan o'rgatilgan ma'lumotlarga asoslanib javob beradi. Buni bugungi kunda eng keng tarqalgan sun'iy idrok ilovasi GPT generativ oldindan o'qitilgan transformator atamasining o'zidan ham bilib olish mumkin. Shu bois biror narsa haqida so'ralganda u turli tillardagi va turli nuqtai nazardagi barcha veb sahifalar, yozma materiallar, audio va video lavhalardan tegishli ma'lumotlarni izlaydi va ba'zan g'ayri-islomiy, nosog'lom yoki noto'g'ri manbalarga murojaat qilishi mumkin. Ikkinchi sabab fatvoga ta'sir qiladigan va hukmlarning o'zgarishiga olib keladigan urf-odatlar va an'analarning bir-biridan farqlanishini hisobga olmaslik. Shuningdek, shartlar, qoidalar, ehtiyot choralari, fatvo so'rovchilarning turli holatlari, istisnoni taqozo qiluvchi talablar, foyda va zararlarni ko'rib chiqish, ishning oqibatini hisobga olish va harakat natijalarini tahlil qilish kabi zaruriy masalalarni e'tiborga olmaydi. Bunday masalalarni faqat tajribali, vaziyatni bevosita o'rgangan muftiygina to'g'ri hal qila oladi. Ma'lumki, shar'iy hukmlar ikki turga bo'linadi. Birinchisi sabablari va ta'sir etuvchi omillari o'zgarishi bilan o'zgarishi mumkin. Ikkinchisi esa o'zgarishni qabul qilmaydigan, doimiy sobit qoladigan hukmlardir. Ibn Qayyim aytadi: hukmlar ikki xil bo'ladi. Birinchisi hech qachon o'zgarmaydi. Na zamon va na makon sababli, na imomlarning ijtihodlari tufayli. Masalan, farz amallar, harom qilingan narsalar, jinoyat uchun shariat belgilagan jazolar shular jumlasidandir. Bu turni o'zgartirish yoki belgilangan o'rnidan o'zgacha ijtihod qilish joiz emas. Ikkinchisi zamon, makon, sharoitda manfaat talablariga ko'ra o'zgaradigan hukmlardir. Masalan, ta'zir jazolarining miqdori, turlari va ko'rinishlari.
chunki qonun chiqaruvchi ularni manfaatiga ko'ra o'zgartiradi. Ig'osatul Lahfon 1-mujallad 330-bet. Vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadigan hukmlar ikki xususiyatga ega bo'lib, agar ushbu ikki xususiyat yoki ulardan biri topilmasa, ular o'zgaruvchan emas, balki sobit, o'zgarmas hukmlar hisoblanadi. Bu ikki xususiyat quyidagilardir. Birinchi xususiyat hukm qat'iy dalillar mavjud bo'lgan masalalardan emas, balki ijtihod masalalardan bo'lishi kerak. Dr. Muhammad Zuhayli aytadi: Zamon va kishilarning axloqlari o'zgarishi bilan o'zgaradigan hukmlar qiyos va omma manfaatiga asoslangan ijtihod hukmlari ekaniga barcha mazhablar ittifoq qilganlar. Agar ular hozirgi ahvolga va odamlar manfaatiga to'g'ri kelmay qolsa, ularni o'zgartirish vojib bo'ladi. Qavoidul fiqhiyya 1-mujallad 355-bet. Ikkinchi xususiyat urf-odatga yoki manfaat va qiyosdan kelib chiqadigan hukmlarga asoslanish. Shayx Ahmad Zarqo aytadi: Zamon o'zgarishi bilan, ya'ni qavmning urf-odati o'zgarishi bilan hukmlar ham o'zgarib turishini inkor etib bo'lmaydi. Agar qavmning urfi va odatlari biror hukmni talab qilsa, so'ng boshqa urfga o'zgarsa, yangi holatga mos ravishda hukm ham o'zgaradi. Fiqh qoidalari sharhi 227-bet. Uchinchi sabab noto'g'ri, asli yo'q va to'qima ma'lumotlarni taqdim etish hamda ularni to'g'ri va ishonchli ma'lumot sifatida ko'rsatish. Bular nomlar, raqamlar va statistikalarni o'z ichiga olishi mumkin. Ko'rinishidan aniq va xolis, lekin aslida xayoliy va hech qanday veb sahifa yoki axborot manbalaridan olinmagan. Bu holat sun'iy idrokning gallyutsinatsiya hodisasi deb ataladi. Shuningdek, asosiy hukmga ta'sir qilmaydigan ba'zi so'zlar yoki iboralarni o'zgartirish orqali sun'iy idrokning fikrini ham o'zgartirishi mumkin. To'rtinchi sabab sun'iy idrok uni ishlab chiquvchilar tomonidan ma'lum e'tiqod va qarashlar bilan dasturlashtirilishi mumkin. Bu esa tafakkur, oila, e'tiqod va boshqa ko'plab masalalar bo'yicha noshar'iy fikrlar va tasavvurlarga bir tomonlama ergashishga olib keladi. Natijada ushbu sohalar bilan bog'liq javoblarga ta'sir ko'rsatadi. Sun'iy idrok bu kabi xususiyatlarga ega ekanligi va mazkur nuqsonlari borligi sababli fatvo masalalarida unga tayanish, undan shar'iy hukm so'rab amal qilish mumkin emas. Chunki unda shar'iy fatvolar uchun talab qilinadigan shartlar topilmaydi. Ushbu muammolarni bartaraf etish va kamchiliklarning sabablarini yo'qotish uchun tegishli shartlar va qoidalarni hisobga olgan holda sun'iy idrok modelini yoki uning ba'zi ilovalarini rivojlantirish ustida ishlash zarur. Xo'sh, unday bo'lsa, fatvo masalalarida sun'iy idrokdan kimlar yordam olsa bo'ladi? Fatvo masalalarida sun'iy idrokdan ikki toifa odam foydalanishi mumkin. Birinchisi muftiy yoki shar'iy ilmlar tadqiqotchisi bo'lib, ular biror masaladagi shar'iy hukmni savolga javob berish orqali tushuntirmoqchi bo'ladi. Agar ular bilimga ega mutaxassislar bo'lsa, fatvo ishlab chiqishda sun'iy idrokdan foydalanishlari mumkin. Ular dastlabki taassurotni shakllantirib, keyin o'z javoblarini yaratishga kirishadilar. Fatvo tadqiqotchisi uchun eng muhim foyda manbalar va adabiyotlardan foydalanishdagi yordamdir. Ular bu manbalarga shaxsan murojaat qilib, material olishlari va sun'iy idrok ko'rsatgan natijalarning aniqligini tekshirishlari lozim. Chunki sun'iy idrok ko'pincha tadqiqotchilarning ilmiy masalalardagi ehtiyojlarini qondira olmaydi va ularni kerakli ma'lumotlarga aloqasi bo'lmagan manbalarga yo'naltirib qo'yadi. Shar'iy ilmlar tadqiqotchisi sun'iy idrokdan mavzuga oid kitoblar, tadqiqotlar va bo'limlarni umumlashtirish, ko'plab zamonaviy masalalar va voqealarning mohiyatini tushunish uchun ham foydalanishi mumkin. Bu shubhasiz vaqt va kuchni tejab, ishni osonlashtiradi. Demak, bu o'rinda undan foydalanish shariat maqsadlariga muvofiq bo'lib, shar'iy qoidaga ko'ra, vositalar maqsadlarga ko'ra baholanadi. Biroq, yuqorida aytilganidek, unga ko'r-ko'rona ishonib, u generatsiya qilgan ma'lumotlarga to'liq suyanib olmaslik kerak. Chunki u aniqlikka ega emas va ko'pincha faqat so'z o'xshashliklariga asoslangan natijalarni taqdim etadi. U olgan axborotni noto'g'ri talqin qilishi, kontekst va nozik jihatlarga e'tibor bermasligi, vaqt
va joy o'zgarishlarini hisobga olmasligi, alohida holatlarni to'g'ri baholay olmasligi, zaruriyat va ehtiyoj, urf-odatlar, qadriyatlar va axloq talablarini e'tiborsiz qoldirishi mumkin. Bu dastur faqat ruxsat etilgan doirada kiritilgan ma'lumotlardan natija ishlab chiqaradigan vosita xolos. Bunday holatlarda shar'iy ilmlar tadqiqotchisi sun'iy idrokdan material to'plashda yordam olganda va voqelikni tushunish, masalani tushunib yetish hamda tegishli fatvo berishga yordam beradigan ma'lumotlarni kuzatganda, u rivoyatlarni tekshirishi, asl manbalarga murojaat qilishi, qoida va shartlarga ishonchi komil bo'lishi hamda javobning ko'rib chiqilayotgan aniq holatga mos kelishiga ishonch hosil qilishi kerak. Ikkinchisi, savol beruvchi, ya'ni mustafti. U o'zi uchun javob izlaydigan kishidir. U ham ikki xil bo'lishi mumkin. Ba'zan u sun'iy idrokdan javobni amal qilish uchun emas, balki mavzu haqida tasavvur hosil qilish, masalaning turli jihatlari va o'lchamlarini tushunish yoki javobga ishonmasdan masala haqida umumiy tasavvur hosil qilish uchun foydalanadi. Bu shariat masalalariga oid sun'iy idrok tomonidan generatsiya qilingan javoblarni olishda ruxsat etilgan me'yor chegaradir. Lekin aniqlik yo'qligi, manbalar noma'lumligi sababli ehtiyotkor va hushyor bo'lish kerak. Bu turli web sahifalarni ko'zdan kechirishga o'xshaydi. Chunki unda ham o'zgartirish yoki buzib ko'rsatish holatlariga duch kelish xavfi bor. Bu esa qo'shimcha ehtiyotkorlik va tekshirishni talab qiladi. Yana bir xavotir shuki, qayta so'rab surishtirish va uzoq muloqot uning javoblariga ortiqcha ishonib, unga suyanib qolishga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, tadqiqotchining izlanishlari va natijalari o'ziga yoki boshqalarga qo'llanish uchun mo'ljallanmagan bo'lsa ham, bu masalada sun'iy idrokning javoblariga ortiqcha e'tibor qaratmasligi kerak deb hisoblaymiz. Salaf solihlar aytganidek, ilm dindir. Shunday ekan, diningizni kimdan olayotganingizga qarang. Musulmon kishi o'z diniga oid biror narsani o'rganmoqchi bo'lsa, hatto madaniy bilim yoki jaholatni yo'qotish uchun bo'lsa ham, u ishonchli manbaga, ulamolarning kitoblariga yoki ularning ma'ruf so'zlariga murojaat qilishi lozim. Fatvo so'rovchi sun'iy idrokdan savolning javobini topish uchun qo'llanilgan manbalari va havolalarini talab qilib, shu yo'sinda foydalanishi mumkin. Undan manbalarni oladi, so'ng o'sha manbalarga o'zi murojaat qiladi. Agar ishonchli manba bo'lib, javobi uning holatiga mos kelsa, fatvoni asl manbadan olishi mumkin. Shu tariqa u sun'iy idrokdan ishonchli manbalarni javob topish uchun aqlli qidiruv tizimi sifatida foydalangan bo'ladi. Fatvo so'rovchining sun'iy idrokdan o'z-o'zidan paydo bo'lgan javobiga ishonishi yoki sun'iy idrok texnologiyasining hozirgi holatidan kelib chiqib, uning fatvosiga amal qilishi joiz emas. Chunki yuqorida zikr qilingan sabablarga ko'ra fatvo berish uchun zarur bo'lgan shar'iy shartlar bajarilmaydi va hukmlar poydevori bo'lgan asosiy qoidalar e'tiborga olinmaydi. So'zimiz so'ngida zamondosh ulamolarning bu boradagi qarashlarini keltirib o'tamiz. Zamonaviy tadqiqotchilar va ulamolar sun'iy idrokdan fatvo so'rash va shariat hukmlarini tushunishda unga ishonish masalasida ikki xil yondashuvni ilgari suradilar. Birinchi yondashuv sun'iy idrokdan fatvo so'ramaslik va uning javoblariga ishonmaslik borasidagi asl hukmda qolish. Ikkinchi yondashuv sun'iy idrokdan talab qilinadigan fatvolarning ikki turini bir-biridan ajratib olish. Birinchi tur savollar barcha mukallaf shaxslar uchun bir xil bo'lgan, shaxsiy vaziyatlarga bog'liq bo'lmagan, foyda va zararlar, istisno va oqibatlar e'tiborga olinmagan, ammo hukmi qat'iy bo'lgan va barcha insonlarga barobar tatbiq etiladigan masalalar. Masalan, tahoratni buzadigan narsalar, farz namozlar, zakot beriladigan mollar va zakotga haqli kishilar, ro'zani buzadigan narsalar, haj va umra paytidagi ihrom taqiqlaridagi harom ishlar kabi hukmlar. Ularning fikricha bu turdagi masalalarda sun'iy idrok javoblaridan quyidagi shartlar asosida foydalanish mumkin. Birinchi shart, sun'iy idrok ilovasini qo'llab-quvvatlovchi tashkilot
fatvo masalasida ishonchli bo'lishi kerak. Ikkinchi shart, ilova ushbu ishonchli tashkilotning fatvolariga asoslangan bo'lishi va noma'lum yoki ishonchsiz manbalarni o'z ichiga olmasligi lozim. Uchinchi shart, ilovadan foydalanuvchi shaxs fatvoda qo'llanilgan iboralar va so'zlarning ma'nolarini to'g'ri tushunish qobiliyatiga ega bo'lishi zarur. To'rtinchi shart, u javobning so'ralgan masalaga mos kelishiga ishonch hosil qilishi kerak. Bunda fatvoni ushbu holatda qo'llab bo'lmaydigan darajada biror nomuvofiqlik bo'lmasligi lozim. Agar ushbu shartlardan birortasi bajarilmasa, u holda fatvo so'rashning asl usuliga qaytish kerak bo'ladi. Ya'ni, mas'ul kishilar duch kelayotgan yangi masalalar bo'yicha ilm ahllaridan so'rash va ularning fatvolarini olish vojib bo'ladi. Ikkinchi tur savollar urf-odat va an'analarga asoslangan, sharoit va shaxsiy holatlarga ko'ra o'zgarib turadigan, vaziyat va sharoitni hisobga olishni, zarurat va ehtiyojlar hamda istisnolar dalillarini va shunga o'xshash omillarga e'tibor qaratishni talab qiladigan fatvolar. Bunday holatlarda sun'iy idrokka murojaat qilish, uning javobiga ishonish yoki javobiga qarab ish tutish joiz emas. Aksincha, ilmli va ishonchli kishilarga murojaat qilib, muayyan holat va vaziyatga mos fatvo olish lozim. Bizning fikrimizcha, hozirgi holatda birinchi yondashuvning sun'iy idrok javoblariga ishonishni mutlaq taqiqlashi eng kuchli va to'g'ri yo'ldir. Chunki sun'iy idrok yetarli malakaga ega emas va uning javoblarida kamchilik hamda nuqsonlar hali hanuz mavjuddir. Musulmon kishi o'z diniga nisbatan ehtiyotkor bo'lishi, hukmlarni faqat ishonchli manbalardan olishda beparvo bo'lmasligi, diniy ilmlarni mo'tabar olimlardan o'rganishi vojibdir. Vallohu a'lam.